شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, bugun bizning tafsir darsimiz Sura Baqaraninki 25-oyatiga keldik. Ya'ni ilgirki oyatlarda mu'minlarning sifatlari, kafirlarning sifatlari, undan keyin munofiqlarning sifatlari tafsili oxirlashib, Allah subhanahu wa ta'ala şu Qur'onda shak qilamiz deb da'vo qilayotganlarga, Qur'onda shak va yoki Qur'onda ikkilnish va deb shuni bahona qilib o'zining islomga kirmasligi, haqiqatga ergashmasligini aqlamoqchi bo'lganlarga dalil pokit yuzida va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina degan oyat kalima orqali raddiya berib, ularni dünyada unda aqmas bahanalar bilan o'zini aqlayolgan bilan, sabab ko'rsatilgan bilan qiyomat kunidagi dozaqdan saqlanmaydiganligi haqida ogohlantirib bo'lgandan keyin bizga mu'minlarga hozirlangan mukofot jannat haqida bishorat berdi. Davatudu Allah subhanahu wa ta'ala va bashshirillazina amanu va amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. خوش خبر برن. Yani iman eytip yaxshi amallar qilgan, yaxshi amallarni qilgan kishilarga shunda xoş xabarini berinki, ularga ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlar hozirlangan. Ularga shu mukofot beriladi. Bu jannatdan qachoniki bir meva rizqi berilsa, bu bundan ilgari biz yegan meva deb shakliga qarab shunda deydi va utubihi mutashabiy. Shakli o'xshagan bilan buning amaliyati bor. Demak, jannatda bizga beriladigan ne'matlar, mayli meva shaklida, boshqa shaklda olsun, har kuni har xil demakchi. Şekli o'xshash, ammo ta'mi o'xshamaydi. Va lahum fiha azwajun mutahharatu va hum fiha khalidun. Bularga jannatda pak jublar beriladi. Jannatda bular mangu yashaydi. Bu ne'matning eng yuqori cheki, mangu yashash, oxirisidan uzilib qolishdan ansirmaslik, ya'ni kelgusidan ansirmaslik ne'matning eng mukammal shakli. Shunga bu o'rindagi mu'minlarga berilgan ne'matning bayonining oxirisida va hum fiha khalidun deb oxirlashtirilishi ne'matning yuqori cheki bilan mu'minlarga xo'sh bishorat berish uchun. Endi Abdurrahimahulloh bu oyatga beradigan izohatni boshladi. Deydi, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shak qilayotgan, ya'ni iymon aytmaganlikqa qarta o'zir qilish uchun, bahona sabab qilish uchun shak qilayotgan kofirlarning oqibatini bizga bayon qildi. Ya'ni bu yerda dediki, sizlar iymon aytmaslikni tanladinglar. Dunyodagi sizlarga berilgan ixtiyorlik huquqidan foydalanib. Dunyoda Alloh insonga ixtiyorlik huquqi bergan. Buni ilgirgi darslarimizda rat nechiqatim deb o'tdik. Dünyada insanın yol tanlashda ixtiyorlik var. İman aytish va iman etmaslikda. Mushu ahvoldan foydalanib, ya'ni dunyodagi sizlarga berilgan ixtiyorlik bilan iman etmaslikni tanlagan bo'lsanglar, sizlar oxiratda do'zaxdan saqlanmaysizlar. Chunki
oxiratda sizlarga hech qanday tanlash huquqi, bir narsani xohlamaslik bo'lmaydi deb bularning oqibatidan bularni ogohlantirdi, bularga tahdid soldi, bularni bizga bayon qildi ilgirki oyatlarda. Shundan keyin ham Alloh subhanahu va taolo kofirlarningki qiyomatdagi, oxiratdagi oqibatini bayon qilib bo'lgandan keyin qarshi shaklga keldi. Qur'oni Karimning uslubi bu. Qachon mu'minning gapini qilsa, kofirning gapi billiba. Do'zaxning gapini qilsa, jannatning gapi billiba. İmanning gapini qilsa, kufrning gapini billiq. Bu Qur'oni Karim uslubi emasmi? Ilgirki oyatlarda kufrning gapini qildi, kofirlarning gapini qildi, bularga beriladigan jazo mukofotininki gapini qilgandan keyin endi buning qarshisidagi mu'minlar va mu'minlarga hozirlangan qiyomatdagi mukofotlar haqida to'xtalib dediki, Qur'oni Karim jannatni tilga olsa, ya'ni jannat so'zlansa, Alloh subhanahu va taolo jannatdan keyin qarshi shaklini olib keladi. Ya'ni do'zax bilan azoblanish. Do'zax azob bilan tilg'ilinsa, o'zining o't, yolqinlar bilan tilg'ilinsa, do'zaxdan keyin jannat tilg'ilinadi. Bunda qarma-qarshi, bunda udul-udul kelgan bu xil shakllarninki, bu xil suratlarninki ko'ngildagi iymon turkisiga xil ta'siri bor. Jannat, do'zax, iymon, kufr. Mana o'xshash. İnsan azobning bir sifatini o'qib, shundan keyin ne'mat kelsa, buning ikki qatim utuqqa, ikki qatim muvaffaqiyatga erishadiganligini his qilib yetalaydi. Do'zaxdan yiroqlashib, kirmagan odamning o'zi, kirmaslikning o'zi bir qutulish, bir ne'mat bo'lsa, jannatga kirsa, o yana bir qutul, yana bir ne'mat bo'ladi bu. Bir odam do'zaxdan qutulib jannatga kirsa, ikki ne'mat kirishgan bo'ldi. Do'zaxdan qutulganlik, jannatga kirganlik. Mana bu xil odamda bu xil ne'matga shukr qilish, ne'mat bilan huzurlanish, ne'mat bilan xushallik tepish tuyg'usi bo'ladi. Shunga uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda deydi, sura Al-Imronning 185-oyatida: "Faman zuhziha anin nar va udkhilal janna" ishba do'zax kimki do'zaxdan yiroqlashtirilib, do'zaxdan qutulib jannatga kirgizilsa, o odam muvaffaqiyatga erishgan bo'ladi deydi Qur'oni Karimda. Ya'ni jannatga kirgizilsa muvaffaqiyatga erishadimi? Bir odamning do'zaxdan yiroqlashishining o'zi ham eng buyuk muvaffaqiyat, eng buyuk nijotlik. Oxiratda hisobdan keyin jahannamning ustiga bir ko'rik qo'yiladi. Bu ko'rik ustidan mu'minlar o'tadi, kuffarlar o'tadi. Mu'minlar şu musratın mustaqimdin o'zining amaliga qarab turib o'tadi. Mu'minlarning ichidan chaqmoq tizlikda o'tadiganlari va mu'minlarning ichidan texmi osti o'tadiganlari va mana shunga o'xshash o'tadi. O'zining amaliga, iymoniga qarab turib tizlikda ko'zni yumib ochqucha asta o'milab, shu nayda tas tushib ketay deb qilib o'tadiganlari va kuffarlar bo'lsa do'zaxga tushib ketadi. Ko'rikdan o'tib jannat kirgan bo'lgandan keyin do'zaxdan qutulib jannatga kirish bo'ladi. Ikki ne'mat bo'ladi bu o'rinda. Lekin mu'minlar nima uchun siratning, shu ko'rikning ustidan o'tadi? Alloh subhanahu va taolo deydi Qur'oni Karimda: "Va in minkum illa wariduha." Aranglardan har bir odam, har bir mu'min yoki har bir inson ko'rikning ustidan o'tadi. Deb bo'lib kana ala robbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Biz bu ko'rikdan mu'minlarni saqlaymiz, mu'minlarni qutuldiramiz deydi. Muttaqillarni qutuldiramiz. Va nadaruz zolimina fiha jathiya. Buningga zolimlar tushidi. Mu'minlarni qutuldiramiz deyotdi. Ya'ni mu'minlarningki jahannamni shunda ko'rishning o'zi cho'ng bir ne'mat. Bular iymon buningdan qutqazgan buyuk azobni ko'rgan vaqtida mu'minlarning har biri Allohdan cho'ng bergan cho'ng bir ne'matni his qildi. Alloh menga iymon ne'matini berib ekan. Men iymon aytib ekanman dunyoda. Shu sababli mana bugun qattiq azobdan qutulib qoldim emasman. Bu bir cho'ng ne'matda buni his qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu azobdan buni qutqazganligini his qiladi. Mayli do'zax ahli bo'lsin, jannat ahli bo'lsin, o'zaro bir-birini ko'radi. Jannat ahli do'zax ahlini ko'rgan vaqtida Allohning bularga bergan ash do'zaxdan qutuldirish orqali buyuk ne'matni his qiladi. Do'zax ahli jannat ahlini ko'rgan vaqtida Allohning bularga qilgan buyuk azobini, buyuk g'azabini his qiladi. Ya'ni bularni o'z ne'matidan mahrum qildi. Jannatga kirgizmadi ya bularni. Bu Allohning bularga qilgan buyuk g'azab. Buni his qiladi. Bu ko'rish
cennet ehliga bir nimet hesaplansa, do'zax ehliga uchun azobning texmi ziyodati hesaplanadi. Bular texmi og'ir azoblangan bo'ladi bunun. Alloh subhanahu va taolo deydi, mushu va bashirillazina. Bugungi o'qiydigan oyatimizning 5-i va bashirillazina. Oyatning 5-idan bashir degan so'z bilan boshlandi. Bashir degan so'z xo'sh xabar ba degan bo'ladi. Endi xo'sh xabar degan nima? Xo'sh xabar deganimiz kelgusi xushal bir narsa bilan boshqalarga xabar yetkazish degan bo'ladi. Kelgusi texnik qanaqa maqliq, kamaglik hozir. Sen masalan bir odamga xo'sh bishorat berding degan gap, kilovatgan xushallik bir narsani shunga yetkazding deganlik bo'ladi. Endi mayadiki va bashirillazina degan ma oyat kuffarlarni fattaqun narallati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin deb kafirlarni do'zaxdan ogohlantirib bo'lgandan keyin keleglik. Men ikki ish bor. Birisi inzar arabchada ogohlantirish degan bo'ladi. Birisi bisharat, ya'ni bashirillazina bu xo'sh xabar yetkazish degan bo'ladi. Inzar ogohlantirish degan nima desa, texnikamigan qo'rqinchli bir ishni boshqalarga yetkazish. Voy, bunda ish bo'ladi, diqqat qilma degan gap bor. Bu ikkisining asl lug'at ma'nosi bu. Bisharat xo'sh xabarni boshqalarga yetkazish. Inzar ogohlantirish, shum xabar, ya'ni bir qo'rqinchli ishdan birini boshqalarga kelgusi bo'ladigan yetkazish bo'ladi. Qur'onda mushu uslub bo'yicha qo'llanildi. Xo'sh xabarlar, bisharat lafzi bilan kelgusidagi ogohlantirishlar inzar lafzi bilan va anzirhum munzirin degan iboratlar bilan. Endi ba'zida Qur'onning uslubida masxir yusidan mushriklarga, kuffarlarga bisharat lafzi ishlatiladi. Men xuddi birisi zangli qilib, "Xo'sh xabar, nima bo'ldi?" desa, "Intihamdan o'tib udanmabsa." Ani zangli qilgan gapda bu. Bizning dunyoda qo'llanamiz bu. Lillahi va lillahil masalul a'la. Birov naydi ig'ir ziyon tortdi. Men unga yetkazib, "Voy, xo'sh xabar, nima bo'ldi? Falon sizning qilgan pulni tijoratingdan mancha pul ziyon chiqibdi." Voy xo'sh xabar degandek uni masxir yusidan qo'llanamiz ya ba'zida. Qur'on kuffarlarga yetkazadigan ba'zi qo'rqinchli xabarlar, kelgusidan ogohlantirish, qiyomatdagi azobni xo'sh bisharat, xo'sh xabar degan shaklda kuffarlarga yetkazadi. Qur'onda mush xil iboratni ham qo'llangan bu masxira uslubi. Ya'ni ba'zida Qur'oni Karimda bisharat keladi. Bundan kuffar maqsad, masalan bunday oyatlarni jiq ushurtimiz. Bir misol ko'rsak, sura Jasiyadagi 8-oyatdagi Vaylul likulli affakin athim. Kuffarlarga affak, tuhmatxo'r, jinoyatlarga do'zax bo'lsin deb qo'ygandan keyin yasma'u ayatillahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha deb shu kuffarlarning sifatlarini bir-birlab deb olib, eng oxirisida fabashshirhu bi'azabin alim. Bunda kafirga qattiq azob bilan, dardlik azob bilan xo'sh bisharat bergan deydi. Ma'nodagi xo'sh bisharat qandoqdir biz bayatdan tahlil qilgan lug'atning asli ma'nosi bo'lgan xushallanarlik bir ishni yetkazish emas. Bu masxira bu yerdagi. Ya'ni bu yerdagi bisharat Alloh subhanahu va taolodan bularga kelgan bir masxira. Alloh subhanahu va taolo bularning azobini teximma ziyoda qilmoqchi bu yerda. Ya'ni bular fabashshir degan so'zni anglagan vaqtida cho'qim bir yaxshi xabar anglaymiz deb o'ylaydi. Undan keyin azabın alim, dertlik azap kelgan vaqtida g'amning ustiga ko'payadi. G'amning ustiga ko'payadi. O'zimizning gapiga kelsak, demak oyatning boshidagi bashir degan iborat asli xo'sh xabarni yetkazish ifodasi. Ma'rundimi shu? Mu'minlar kelgan, mu'minlarning kelgusidagi ne'matlik mukofotlar uchun kelgan iborat emasmi? Xo'sh bisharatni ifodalaydi. Alloh subhanahu va taolo deydi: "Va bashirillazina amanu va amilus solihat." Iymon etgan va yaxshi ishlarni qilgan kishilarga xo'sh bisharat ba. Yani bu yerdagi xo'sh bisharat demaklik mu'minlarga kelgusi, mu'minlar uchun kelgusi yaxshilikdan bisharat, yaxshilikni bildirish hisoblanadi. Endi iymon degan ish faoliyatining qalbdagi zapas summasi. Bir odamningki amaliy ish harakati qalbidagi iymoniy zapas saqlab olgan iymon mablag'iga qarab turib bo'ladi. Bu yerda mablag' deb ifodalayli. Bir odamning amaliy ish harakati qalbida nim bo'lsa, shuning tamsili bo'ladi. Ish harakat qalbdagi o'y,
fikrininki jakarchisi yoki ko'ringan shakli hisoblanadi. Chunki kim qanday bir masalaga ishongan bo'lsa, shuning yuzini ishlaydi, shuning uchun tirishadi, shuni ro'yobga chiqarish uchun tirishadi. Bir odam erkinlikka ishonsa, erkinlik yuzidan hayotida kurash qiladi. Bir odam vataniga ishonsa, vatani yuzidan kurash qiladi. Millatini so'ygan odam uning uchun kurash qiladi. Bir odamning qalbida buzuqlik bo'lsa, shu buzuqlik yuzidan bag'an kelgan yerida shuning uchun ishlaydi. Bu bir aniq masala. Bir odamning qalbini bilmasak-mi, ish harakati orqali qalbini tushunib olg'ili, ko'rib olg'ili bo'ladi. Masalan, bir o'quvchi muzokara qiladi, qattiq tirishib, chunki u imtihondan o'taman deganga ishonadi. Tirishsam imtihondan o'taman degan ishonganga shuni tirishadi u. Har qanday amaliy ish harakat cho'qim aqidadagi, fikrdagi, ideyadagi bir buloqdan, bir qaynoqdan chiqqan bo'ladi. Iymon odatda, iymon degan nima desa, hayotning harakatining qalbdagi ideya, fikr bilan Allohning murodiga mos shaklda moslashishi hisoblanadi. Iymon bu. Iymon qandaqdir bir odamninki, men ma'nosiga ishondim deb qo'yganlar gibi emas. Shu odamning ish faoliyatining, ish harakatining ideyasi bilan birlashgan namoyandasi, real amaliyotda. Bir odam eg'izdan nimalarni da'vo qilsin, mening qalbimdan nimalar va deb kessin, o odamning amaliy ish harakati shunga mos shaklda bo'lsa, o odamning qalbidagi iymon saxta iymon yoki da'vo iymoni yani o'laqi rasul iymon emas, yolg'onchilik bo'ladi bu. Hayotning sistemasi, dunyodagi hayotning sistemasi iymon asosida turadi. Bu iymon qanday iymon bo'lsa, mayli kufrlarning qalbidagi, kufriy shakldagi bir narsalarga ishonishlar olsun. Mu'minning qalbidagi Allohga ishonish olsun, qanday shaklda olsun, hayot sistemi shu hayotda yashayotganlarning ideyasiga asosan, iymoniga, ishonchiga asosan yurishidi, shu bo'yicha taraqqiy qiladi, shu bo'yicha yurishidi. Demak, bu yerdagi xulosalasak, yaxshi amal deganning buluqi, manbasi, qayniqi iymon. Shunga Qur'oni Karim davomli yaxshi amalni iymon bilan birga tilg'oladi. Val asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat. Yani bir oyatda va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah va amila salihan va qala innani minal muslimin. Qur'oni Karimning davomli tashabbus, davomli ifodasi iymon va amal. İman ve amel. Bir adamның amelsiz imanı saxt iman. Bu çoxum qiyamətdə aşkar olurdu. Çünki insan qanday məxluq? İnsan fikri başqa yerdə, özü başqa yaşaydigan məxluq emas o. Köңlüdə nim bolsa, putquli avtomatik halatda şu yerə tatıdı. Bir adamның ideyisi qanday olsa, bu adamның hayatı özünü bilib bilmey, tashqi amillarning ta'siriga uçurmusun, qalbi tarafga tortiladi bu odamning. Ya bugun ya erta qachon bo'lsa. Bir odamning ishi, qilayotgan ishi, uning ideya ifodasi, boshqa narsa emas u. Bu biz tushungan amali solih, biz tushungan iymon. Mayli mening deyotgan gapim, mayli mu'min bo'lsin, kofir bo'lsin. Kofirning o'zining qalbi bo'yicha harakat qiladi. Uning hayoti shu asosda qurilgan bo'ladi. Uning jamiyati shu asosda tashkillangan bo'ladi. Uning do'st yoralari yoki bir to'pi shu asosda tashkillangan bo'ladi. Mu'minning shu, mu'min qanday ideyalik odam bo'lsa, o'z idealistik kishilar bilan to'planishadi, shu jamiyat shakllantiradi, shu xil hayot qurilmasini quradi, shu xil yashaydi. Uning yashayotgan ifodasi, bir ishlarni qilayotgan bo'lsin, qilmayotgan bo'lsin, qalbi bilan bog'lanadi. Uning manbasi qalb. Yani endi bir odamning mening masalan, men musulmonlardan deb eg'izimda deb qo'shib yetarlikmi? Albatta yo'q. Cho'qim mening eg'izimdan chiqqan men musulmon degan bu e'lonim Allohning irodasi bo'yicha ish qilish juplanishi. Chunki aqida degan shu, hayot degan shu. Madam musulmon bo'ldim, qalbimga islom o'rnida, iymon o'rnida mening real hayotimda bu aks etishi kerak. Buning ta'siri ko'rilishi kerak. Allah subhanahu va taolo bizni munu so'zimizning la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan so'zimizningki
Çoxum İslam prinsipi, İslam yolu boyunca əməllərinin onunla həmrə oluşu, əməllərinin bir oluşunu mühim ekanligiga bizning diqqatimizni çekiyotudu. Bu da deyishimiz, chunki biz la ilahe illallah deb guvohlik aytib qo'ysak, bu Allohning mulkiga hech narsani ziyoda qilmaydi bu. Biz iymon etib qo'yganga Alloh foydaladigan ish yo'q. Allah subhanahu va taolo o'zining iloh ekanligiga, o'zining birligiga, ulug'iyatining birligiga o'zi guvohlik qildik. Bu o'zining o'ziga bergan guvohligi. Malaikalar xuddi hozir bo'lgan, kuzilan ko'rgan shakldagi guvohlikni berdik. Chunki ular Allah subhanahu va taoloni ko'rdi. Anikin ilm egilari, Alloh ilm egilariga ochgan ilm asosida, ilmning dalili asosida guvohlik berdik. Bu haqda Allah subhanahu va taolo shahidallohu annahu la ilaha illalloh شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ده مش ده قوالق لك لكن مش هذا الله özgü قوالق vergen tusa, malaikeler قوالق vergen tusa, ulul ilmi قوالق vergen tusa, nimdep Allah subhanahu wa ta'ala'dın, Allah subhanahu wa ta'ala müminlerden bu yol, yani iman yolu, İslam yolu boyunca amel kılışını takazza kılıdı. Demişqa hayat hareketi öz ara bir-birimizga qarşılaşmasın, belki maslasın üçün. Madamiki hayatning hareketi to'g'ri bo'lganda, hayat to'g'ri ravishda davom qilganda, andikin bu hayat o'zaro bir-birimizga maslashadigan, bir-birimizga yordam beradigan kuchli bir hayotga aylanadi. Islom zaminning har taraflarida taqalgan vaqtida nishoni, islomning nishoni qandaqdir? Kishilarningki imonni aytib qo'yish emas. Makallanligini qo'ysin. Haq, la ilaha illalloh musulmon bo'ldim. Ya ulam emas. Islomning nishoni cho'qqima hayot, yer sharidagi hayot, jamiyatdagi hayot, jamiyat harakati iman, islom manhajlar mas shaklda menish kerak. Jamiyatdagi kishilarning yashash uslubi, yashash tarzi İslamga maslashishi kerak. Bu islomning nishoni. Qanaqdir xalqning la ilaha illalloh deb aytib qo'ygan imonlar maqsad emas. O hayatning harakati, hayat prinsipi, hayat sistemasi manhajni yiroqlashdimi? O vaqtda din masalasi kishilarning iman etmaslik din masalasiga xizmat qilmaydi o vaqtda. Hech ahamiyati yo'q uningki. Biz yashayotgan bu shahardagi bütün odam iman etib ketib, hammadan mo'min musulmon deb, yer sharidagi bütün odamning hammasi musulmon deb, ammo yer sharida berilayotgan yashash uslubi, hayat sistemasi islom prinsipi bo'yicha bo'lmasa, bu odamning iman etganidan hech ahamiyati bo'lmaydi. Mana bir nuqta. Cho'qim iman ve amel birlik kelish kerak. Haq iman etgandan keyin chuqum kishilarning hayoti shu imonning taqozosi bo'lgan yaxshi amal. Aniqroq degan vaqtda hayot sistemasi islom prinsipi qurilish kerak. Bu islomning nishoni. Islomning ko'zligini bu. Shuningdek, Qur'oni Karimda davomli kelgan iboralarning hammasida iman etqanlar va yaxshi amal qilgan. Yaxshi amal degani hayot sistem, hayot qurilishi, hayot düzenlenishi demek ekan bu o maqsadi yadiki. Hayotning ritmi demek hayot shu bo'yicha menish kerak. Shuningdek, bugungi oyatdami va bashirillazina amanu va amilus solihat. Yaxshi ishlarni qilganlar degan iboratni keltirdik Alloh. Mendagi solihat degani Arabchadagi saliha degan so'zning ko'pligi bo'ladi. Saliha degan nima desa, islom prinsipi bilan moslashgan to'g'ri ishning hammasi saliha bo'ladi. Bunun qarshisi fasodchilik, shirkchilik, buzuqchilik bo'ladi. Ya'ni islom, ya'ni inson mavjudiyatni qabul qilgan vaqtida eng aqalli salihat, eng aqalli yaxshi ishni yaxshi pet qilib qo'yish yoki ko'paytirish, buzmaslik har holda. Eng aqalli yaxshi ish. İnsandan talab qilinayotgan eng aqalli yaxshi ish, yaxshi ishni buzmaslik. Yaxshini yaxshi pet qo'yib qo'yish, yaxshi pet davom qilib yo'l qo'yish yoki uning yaxshiligini texnik ko'paytirish. Bu insondan talab qilinayotgan eng aqalli salih amal, yaxshi amal. Allah subhanahu va taolo şu ayette biz hazır ketayotgan ayette deydi: "Ve beşşirillezine amenu ve amilus salihat enne lehum cennetin tecri min tahtiha'l enhar." Yani iman etgan yaxshi amallarni qilganlar shunda xo'sh xabar berginki, ularga ostidan o'stanlar iqib turadigan jannat bo'ladi deydi. Yani bu o'rinda Allah subhanahu va taolo mu'minlarga yaxshi amal qilganlarga ostidan o'stanlar iqib turadigan jannatdan xo'sh xabar beryapti.
Qur'oni Karimning ifodasi kelgan jannat degan iborat, ya'ni arab tilida ko'plik ifodasi, jannat degan so'zning ko'pligi bu, ya'ni ko'p jannat bir to'pliqni demakchi. Nimishqa? Chunki u jannat nihoyat ko'p turlik. Uning ustiga har bir jannatda, jannat ko'p bo'lgandan boshqa har bir jannatda dunyodikidan ko'p daraja bo'ladi. Jannatning ichidagi darajami ham ko'p. Qur'oni Karimda Alloh shuni ifodalab, "Unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd." Biz ularning o'zaro ba'zi-ba'zini biz ortiq qildik. Walal akhiratu akbaru darajat. Oxiratdami o'ta buyuk darajalar bo'ladi va akbaru tafdila. Birisidan ayni farqlanadigan o'rinlar bo'ladi. Oxiratning darajasi o'xshamaydi deb Qur'oni Karimda buni aniq dedi. Jannatlar ko'p bo'lgandan boshqa jannatning o'zimi ham farqli. Firdavs jannatlari va Adn jannati va Naim jannati va Darul Khuld va Darus Salam va Jannatul Ma'wa va Illiyullah turadigan eng buyuk jannatlarning eng afzal bo'lgan jannat va jannatdagi eng yuqori daraja bo'lsa Alloh subhanahu va taoloni ko'rish orqali huzurlanish. Naim jannati dunyodagi yemak ichmakdagi har qanday ne'matdan xilala yuqori turadigan jannat bu. Eng to'yin jannatmi? Dunyodagi ne'matdan eng yuqori turadi bu. Demak, jannat har xil. Jannatning o'zimi ko'p. Şu bir jannatning ichidagi ne'matlarning turmi ham ko'p, darajalari ham ko'p. Xuddi insonlar o'xshash darajada ish qilmagandek, jannatdagi mukofotimi o'xshash darajada bo'lmaydi. Farqlanadi birisidan. Jannat ahlidagi yemak ichmak, jannat ahliga nisbatan yemak ichmak ularning qanaqdir och yoki ussizlikdan bo'lmaydi. Faqat bu qiziqish, bir xil huzurlanish ma'noqtusidan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mushu oyatda bizni g'aybiy ish bilan va'da qilyapti. G'aybiy ishlar, ya'ni bizga jannatni va'da qilyapti. Jannatni Alloh jannat degan iborat bilan, ya'ni dunyoda bog' degan bo'ladi bu. Aniq ostida sular eqib turadi degan so'zlar bilan bizga tasvirlar beryapti. Bu g'aybiy degan asli biz ko'rmagan narsa, ya'ni bilmaydigan narsa. Jannatning zodi haqiqatiningki nimalarning hozirlanganligini, bizga va'da qilingan o o'stanglar, o sharoblar, o ayollarning qanday shaklda ekanligini zot biz bilmaymiz. Bu hammasi bir g'ayb. Ammo Alloh bularni bizga zehnimizga yaqinlashtirish uchun, ya'ni mush uqumni bizga insonning zehnini yaqinlashtirish uchun cho'qim bu yerda biz biladigan, bizning nazarimizda bor bo'lgan so'zlarni ishlatish kerak. Ya'ni biz ko'rayotgan reallik so'zlarni ishlatish kerak. Amaliyotda bizga ta'sirlanayotgan bu so'zlar jannatning asli xarakteri mohiyati emas. Qur'oni Karimda jannatni tasvirlab deydi Alloh: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." İnson deydi, o'zi qilgan yaxshi amalining mukofoti qilib, buningga hozirlangan ne'mat xursandliklarni bilinmaydi deydi. Uqmaydi uni deydi. Biz uqmaymiz uni, tushunmaymiz uni. Xarakter chunki biz idrokatimiz, bizning ong uqumimiz dunyo asosida tashkillangan. Bizning dunyodan sirtin jannat, g'aybiy sho'g'ashlar idrokatimiz yetmaydi. Bizda unda so'z yo'q, biz tushunadigan. Alloh bizga uni qanday tushuntiradi? Alloh hamma narsaga qodir. Ammo bizning idrokatimiz shu doirada cheklangan bo'lgach, biz biladigan so'zlar bilan, biz biladigan ifodalar bilan Alloh bizga yaqinlashtiryapti jannat uqumini. Demak, jannatda bor bo'lgan narsalarni dunyodagi inson uqmaydi uni, bilmaydi uni. Uni ifodalaydigan tilda so'z yo'q. Ma'rifat idrokatlaridan hech qanday bir idrokat, mayli quloq, mayli ko'zga o'xshash buni ko'rib boqqan, anglab boqqan emas. Buni ko'z ko'rgan, quloq anglagan, hatto qalbimizda, zehnimizga mundaroq narsa bor tu debmi o'ylab boqqan darajada emas jannatning ifodasi. Shunga Alloh subhanahu va taolo bizning aql idrokatimizga mos shakldagi so'zni ishlatib ifodalayotdiki, jannat bog'lar bu deydi. Tajri min tahtiha al-anhar, ostidan o'stanglar oqadi deydi. Ammo ko'z oldimizga bizning ko'rayotgan o'stanglar, biz aylanib keladigan shu bog'chilik hammasi u yerda. Bu bir tasvir bizga nisbatan biz biladigan so'zlar bilan ifoda. Jannatni na ko'rib boqqan, na anglab boqqan, na qalbin kechib boqqan ifodalarni tasvirlamasan. U bir cheksiz ne'mat o. Endi tamam, misha kelgan vaqtda oyatda jannatun tajri min tahtiha al-anhar da bir ifoda var. Allah shuni qo'llandi. Ammo yana bir oyatlar var. Sura Tavbada, masalan, Sura Tavbaning 100-oyatida
cennetun tecri tahtahal enhar. Bugünkü ayette min tahtihal enhar. Sure Tövbe'nin 100. ayetinde tahtahal enhar. İkisinin oturda bir min degan söz farqlanadi. Uyg'urchaga tarjima qilgan vaqtimizda astidan o'stanglar oqidi. Astida o'stanglar oqidi. Ikki so'zdan farq qiladi. Astidan astida. Ya'ni birisidan min yo'q, birisidan min ba. Min ba oyatni astidan deb tarjima qilamiz, min yo'q oyatni astida deb tarjima qilamiz. Unda ikkisi o'rtasidagi farq nima? Desa, min yo'q oyatda astida o'stanglar oqidi desa, bu sununki manbasi yiroq o'rinda bo'lib, jannatning astida eqiyotgan bir xil tasvir ifodalansa, min kelgan oyatda astidan oqidi degandan keyin suning manbasi jannatning astidan chiqadi degan bo'ladi bu yerda. Unda olganda Qur'onning oyatini izohlaydi. Bir ayet a şekilde, bir ayet ma şekilde. Bu iki ayetni birleştirgunimizde qanday hukm chiqadi desa, cennetde aqadigan o'stanglar, birisi cennetning astida aqidi. Astida. Ama u astida aqqan o o'stangning manbasi sirtdan kelgan emas, balki cennetning astida. Yani nima demekçi? Cennetdagi o'stanglarning eqishi cennetning astida bo'lgandan sirt, uning manbasi ham cennetning astidan. Yani bu yerde en ahırdaki xulasını ne dese, sen cennetteki östanglarının toxtab qalışıdan, üzülüp qalışıdan, qurup qalışıdan xatircam bol. Çünkü onun mənbəsi şu yerdə, eqişi şu yerdə, bu qandaqdır sirtdən kelib tuslab qaldığan, toxtulub qaldığan, üzülüp qaldığan ahval. Bulmaydı degəndək bir xil ifadə çıxıdı. Yani insan bu yerde Irak'tan kelgan su üzülüp qalamı, qurup ketarmı degəndək bir xil qo'rqmusun. Bu bir xil mu'minlarning cennetning ne'matining məngü davam qiladiganligi nisbatan xotirjamligini texim ziyoda qilish, texim oshib xotirjam bo'l. Jannatdagi o'stanglar jannatning ostidan oqqandan boshqa manbasi ham ostidan. Jannatdagi o'stanglarning manbasi ostidan davotidi. Madam jannatda suv bor, madam yeşillik bor, madam güzel manzaralar bor, cho'qqum yerda mevulush kerak ham jannatda. İnsanın bir ihtiyacı da bu dünyadaki ihtiyacı. Bunun qartam Allah şu ayetning oxirisida aytadi. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha. Cennet mevesi haqidagi param. Cennet mevesi haqidagi so'z. Cennet mevesi dünya mevesidan farqlanadi. Siz dunyoda bir mevaning qashqa borasiz, mevani akilasiz yoki boshqalar sizning qashqangizga akiladi. Bu xil. Cennet dünyada mevaga erishishning yo'li. Siz borasiz, üzüp akilasiz ya boshqalar sizga akab beradi. Ama cennette meyve sizden kaçınızda keladi. Şunda iştiha qilish, meyveni arzu qilish bilan meyveni qo'lingizda topsiz. Qo'lingizda ko'rasiz uni. Qarasangiz bu meyve bilan cennetning meyvesi bilan dunyo meyvesini o'tirib bir o'xshitib qo'ygandek o'ylaysiz. Lekin jannatdagi meyve dunyo meyvesiga o'xshamaydi. Ne ta'mida, ne purqida o'xshamaydi. Cennet ahli meyvelerini ko'radi, parangmishib deydi-ki, bu meyve mango bo'lishi mumkin, shakli qarasa unga o'xshaydi. Belki dünyada yediğin tin oluşu mümkün onun qo'xshaydi, anjur masalan. Lekin mahiyette yeb bakkandan keyin ne o dünyadaki yegan mangoz qo'xshamaydi, ne dünyadaki anjurga o'xshamaydi u. Shakli o'xshasimi, ta'mi va har narsa o'xshamaydi. Va uning ustiga har qitim yegan, masalan, olma yeysiz. Olma yegan olmalaringiz asosan ta'mi azroq ta'mlik va bunda o'g'andan boshqa butun olmalarning ta'mi bir xil. Hatto siz boshqa ta'mlarni farqlantirasiz olma ta'mini. Bir daraxtda bo'lgan 100 dona olmaning ta'mi asosan cho'ng farq qilib ketmaydi. Ammo jannatda o'xshash turdagi mevalarning birisidan farqi butunlay farqli. Siz 100 qitim yeysangiz, 100 qitim boshqacha huzur. Siz zot uning qaysi xil meva ekanligini farqlantira olmaydigan darajada. Agar ko'zi qorg'u odamga bir mevani akab tutqizib, yugizib qo'ysak, yeb, lekin ha olmaykan deydi. Çünkü burun yegan olmalarning ta'miga o'xshaydi. Yana bir mevani apliganda hamma mango ekan deydi. Çünkü burun yegan mangoning ta'miga o'xshaydi. Ammo jannat unda emas. O mavo plan mevada qiladi ya, yesa boshqa. Mavo pukuni mevada qiladi ya, yesa boshqa. Jannatdagi ne'mat bu qadar yani. Dunyoda har taomninki inson chiqaradigan bir qoldiqi bo'ladi, bilasizlar, uni sirtqa chiqaradigan. Lekin oxiratda taomning qoldiqi, tomoqning, yemeklikning qoldiqi olmaydi. Inson yeydi, chiqmaydi. İnsan xalagancha yeydi, qoldiqlarni chiqishga ehtiyojli qolmaydi.
Bu nimasi dunyoning mevalarining oxiratning mevalaridan shakllanishdi farqli hamdi. Qanday bo'ladi demanglar, insoniy, dunyoviy, yashaviy tafakkur bilan jannat aslos o'xshamaydi. Bizning jannat boshqa jannat u. Alloh hammamizni shu jannatga kirgizib qilsin. Demak, jannatda o'stanlarmi farqli, daryolarmi, mevalarmi farqli. Jannatdagi mevalar Alloh subhanahu va taolodan buradiki, Allohning iqtidori, Allohning qudrati Qur'onda bizga bayon qilingan bo'yicha kun fayakun. Hech kim bir ish qilmaydi yerda. Allah kun deydi, bol deydi, şu aman buludu. Şunun başka cennetin ahvali bu. Dünyaya bütünlüğe okşamaydı. Dünyanın kanuniyeti var, bir prensipi var. Bizim tefekkürümüz şu prensip asaslı şekillendiğin tefekkür. Çencimiz şu xil şekildeki düşen, tasvirimiz şu xil şekildeki tasvir. Cennetin meselesi tüm dünya idrakatının sırt bir mesele. Cennetteki her şeyini bu boyunca tasavvur kılış hata. Allah subhanahu wa ta'ala meyvelerin gibi nakip olgandan ki müminler gibi rıdığan davatudu ve lehum fiha ezvacun mutahharatu ve hum fiha halidun. Bulağa şu cennette pak cüpler verildi, ulan mengü yaşaydı deydi. Yani ayal kişi insanın dünyadaki bir huzuru, eğer o ayal kişi salih olup kalsa, insan nispeten bir parakendiçilik ayal kişi degen, eğer salih olmayı kap kalsa, nurgun ayal kişi irinin hayatıga kirgizip irine dünyada baxtsiz qilib talaydigan nurgun parakendizlik oldu, nurgun ishlar oldu ayal kişinin ayallık turmuşda. Mesela ayal kişi eğer tiliktik olib qalsa, yoki davom jidal qildigan jidal olib qalsa, yoki iriga ko'ngil bo'lmaydigan bo'lib qalsa, yoki irini o'zi haqida shakka tashlash orqali irini bunda qana qilish chelishma, uyg'urcha chaldi deb qo'yamiz ya. Erini taze açıklab turmakçı olan, çaldırmakçı olan bir ayal olup kalsa, bu erge nispetten bir baxtsizlik mi bu? Bu bir azap bu. Ama dünyadaki ahvallarını, bunu biz etrafımızda görüyoruz. Allah xalqan kişiye xalqan şekilde durdu. Bazen ailesi baxtlik, bazen ailesi biz bayatında degendek salih olmayan ayallarga uçrab kalsa, Allah o ailede baxtın söz açılanmaydı. Ama dünyadaki ahval. Hem de ahirette muşu ayal tarafından keladigan muşu parakendicilikning hammasi Allohning buyrug'idan yo'qoladi. Ahiratdagi ayal kishi mutahhara. Mutahhara demek ne demek o? Pak. Yani iri, yaman ko'radigan bütün ishlardan poklangan. Dunyoda eri yaxshi ko'rmaydigan her şey ayal kishidan yo'qoladi. Ahiratdagi mu'minlar dunyodagi bütün kamchiliklardan, mashaqqatlardan hammasidan poklanadi. Bunun tuncusu kalpteki başkalarına nispeten adavet, ölçmellik, haset, bunların hepsi yokladı ahirette. Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah Sure Hecr'ninki 47. ayetinde وَنَزَعْنَا مَا فِي قُصُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَبٍ. Dünyadaki bu yakı karaşlar, teatr karaşlar, birisi-birisinin keyinden gotuldaşlar, onu yaman görüş, bunu yaman görüş, onun kıvat karışlar, haset kılışlar, ahirette fakat bulmaydı qatti. Yani xulasılığa vaxtda kıyamet meselesi, cennet meselesi, devzak meselesi, ahiret meselesi dünyadaki ölçemden tamamen okşmaydıgan bir ölçem o. Dünyadaki tıpkı tefekkür tasavvurumuz, dünyadaki insanlarda koyulgan micaz karakterler, dünyanın kanuniyetleri halas kıyametten tügeydi. Ahiret başka bir dünya. Ahirette dünyanın ölçemleri hemisi yokaydı. Dünyada siz yaman köken nesinin hemen ahirette tabanmayısınız onu, kürenmeyisiniz onu. Sizning dünyada hayatınızda qanday nas parakende qilgan bo'lsa, ahireti tamamen yo'q bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda faqat ayol kishi bilan bir misol qilib bizga ne'matni tasvirlab beryapti. Chunki ayol kishi erining dunyodagi bir ne'mati bor, huzuri bor. Ayol kishi erining hayotini ya jannatga ya do'zaxga aylantira oladigan bir ne'mat u bizga nisbatan. Buni bizga eng cho'ng misol sifatida ko'rsatish orqali oxiratda bizga berilgan ne'matning naqadar büyük, ne kadar katta, ne kadar çoğ ekanligini Allah bizga deb beryapti. Oyatning eng oxirida Allah subhanahu va taolo deydi: "Ve hum fiha halidun." Bu ne'matning tamomi, eng mukammal tarafi bu. Ya'ni oxiratda o'lim degan narsa bo'lmaydi. Oxiratda o'limning mavjudligi bo'lmaydi. Faqat oxiratda bo'lsa mangulik, ya do'zaxda mangulik, ya cennette mengülük. İkinin birini tallaş, sizin bizning ixtiyorligimizda, muşu dünyada
ya mengülük nimetke hazırlanımız, ya mengülük azapka hazırlanımız. Bu tallaş üzanlarda. Şunu bilen yuqorqi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga va'da qilgan ne'matlarning bayoni oxirlashdi. Yana bir yangi mazmun boshlandi. Yana Sura Baqaraning 26-oyatida Alloh subhanahu va taolo deydi: "Innalloha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin." Yani Allah subhanahu wa taala paşa, hatta paşidin mu kichik narsalar bilan misol keltirishdan hayo qilmaydi. Nima deb hayo qilsin? Allah o'zi yaratgan mahluqlar, o mahluqlar bizning nazarimizda qaramoqqa kichik, pokkudek uzoqlar bir falaqalar ulib qoldigandek ojiz bo'lgan bilan uning ichidagi o'rinlashtirilma yaratish, uning ichidagi inchki nozik taraflari ajoyib bir taraf u. Allah o nuqlarni biz bilmasakmi Allah bilgan bo'lg'achqa da'vatidi buni. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Belki bu ayetteki Allah paşa kichik narsalar bilan misol keltirishni hayo qilmaydi. Mu'minlarning buni tutgan pozitsiyasi buni haq deb qaraydi Robbi tarafdan kelgan. Ammo kuparlar, "Ey Allah, buni kichik narsalarni misol qilib nima demoqchi?" deydi. Allah bu orqali ko'pinchalarni hidoyat qiladi, ko'pinchalarni ozdiradi. Buning bilan ozlig'ini faqat fosiqlar deyishdan bir narsa maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Ya'ni insonning tafakkuri, insonning qarashi doimo bir narsalarning tashqi shakliga, ko'rinishiga bo'lishi mumkin. Ya'ni insonning qarashi bu amaliyotda, mohiyatda uning nurg'un xarakteri bo'ladi, uning bir ichki orqa dunyosi bo'ladi. O'ziga olgan nurg'un buyukliklar, nurg'un katta yoki ajoyib bir qudratlar uning ichiga ilniqliq inson bunoqlarga qaramaydi. Insonning dunyodagi iymon tutgan pozitsiyasi ayni shaklda. Biz oldin qatam munofiqning bayonini deb o'tdik. Inson faqat ko'ziga ko'ringan ba'zi nuqtalarga ham ahamiyat berib, uning orqa tarafidagi xarakter, mohiyatlarga sal qaraydi. Bu mo shuning kichik bir ko'rinishi bo'lishi mumkin. Qani avtor buni qanday tafsir qildi qarab boqaylik. Allah subhanahu wa taala bizga cennet hakkında sözlep insan cennette erişidigan büyük nimetning suratlarini bizga yaqinlashtiradigan bir misol ba'zi ilgirki oyatlerde. Shundan keyin hamda bizga mu'min mengishga tegishli iymoniy yo'lning xarakterini, ya'ni mu'min dunyoda Allohga nisbatan qanday pozitsiya tutish kerak, iymon masalasi qanday masala, mu'min qanday mavqeda turishi kerak, buni bayon qilmoqchi bo'lyapti. Buni qanday shaklda bayon qilsa Alloh subhanahu va taolo kofirni o'ziga ibodat qilish taklif qilmaydi. Bir odamning kofir holat qilib qilishi qilgan hammani yo'q qiladi. Lekin Allohga iymon aytishqa, Allohga iymon bobiga kirishga rozi bo'lgan inson Alloh subhanahu va taolo bilan bir iymon to'xtamiga kirgan bo'ladi. Bir iymon to'xtami bor. Sen avval ixtiyorlik bor senda. Iymon aytish yo kufrni qilish. Kufrni qilsang bo'ldi, hech qanday ish ustiga yuklanmaydi. Kufrlikning yetarlik hamnasiga. Amma iman etdingmi bu bir to'xtam. To'xtamning nurg'un talablari bo'ladi. Sendan talab qiladigan ish harakatlar bo'ladi. Sendan talab qiladigan ideya, fikr, gapsiz bo'ladi. Sen shularga amal qilishing kerak. Madam iman to'xtamiga kirdi, Allohdan qilma deydigan bir manhaj, yo'lni topshirib oladi. Prinsipni topshirib oladi va mushu yo'lni, mushu manhaj, mushu prinsipni har shaydagi hikmatdan so'masdan tatbiq qilish kerak. Avval iman etish ixtiyorlik bor. Iman etib bo'lgandan keyin undan keyingi narsalarni Allohga topshirib, hammaga sallamna deyish kerak. Mu'minning pozitsiyasi bu bo'lish kerak. Buni deyishimiz, chunki iymon degan g'ayibga iymon etish u. Bizning Allohga iymon etganimizning o'zi bir g'ayib. Bir narsaning o'zi undan g'ayib bo'lgan ekan, g'ayib narsaning hikmatini qanday so'raymiz biz? Ya'ni har qanday bir iymoniy taklifat, iymoniy burilmalarning har qandayning hikmati Allohdan sodir bo'lganlik bas yetadi. Biz Allohga iymon etdikmi? Namoz o'qidi, yetadi bizga shu. Madam Allohdan sodir bo'lgan ekan, u sizga o'xshash, siz bilan teng bir insondan sodir bo'lmagan ekan, uni siz munoqisha qilishingiz hojati yo'q, uni munozara qilishingiz hojati yo'q. Ya'ni Allohdan sodir bo'lgan narsa siz munozara qildigan, sizdan teng odamdan sodir bo'lmadi bu buyruq. Siz namoz o'qu degani, siz ishongan, shu g'ayban ishongan sizni yaratgan Alloh.
Tamam yetidi şu Allah işengenliginiz. Sizni yaratquchi bolganligini o'zi yetidi sizni namoz o'qi deganligiga. Uning hikmati nima? Nima ish qilib qo'yman? Nima foydasi bor? U bu deyil. Agar sizga o'xshash bir odam degan bo'lsa, ha, bunda qiladigan nima ish bunda qilmas deb so'rash huquqingiz bo'ldi. Lekin unda u buyruq u yerdan chiqmadi ekan. Lekin bu buyruq siz itoat qilish vojib bo'lgan bir ilohdan chiqdi bu buyruq. Chunki u iloh siz degan banda ibodat qilgan. Allah subhanahu va taolaning qil deyishi bizning qilishimizga yetarlik, qilma deyishi bizning qilmasligimizga yetarlik. Buning hikmati, ahamiyati sizning qishingizda yo'q uni. Siz tushunmaysiz uni hozircha. Allah subhanahu va taoladan buyruqning chiqqanligining o'zi bir hikmat. Chunki Allah subhanahu va taolo bizning itoat qilishimiz zarur bo'lgan zot. Bizning itoat qilishimizni taqozo qilgan zot. Masalan, men namoz o'qiyman. Chunki Alloh namozni farz qildi. Qanaqdir men namozni bir tanarkat degan shaklda o'qimayman. Ahamiyati bo'lishi mumkin, lekin mening ko'zladaganim u emas. Men tahorat olaman, chunki Alloh bizni namozni ilgari tahoratga chiqib buyurdi. Lekin hargiz tahoratni tozliq deb olmayman men. Tozliq ahamiyati bor uning tabi, lekin mening qilganim u emas. Men ro'za tutaman, chunki Alloh meni ro'za tutishga buyurdi. Qanaqdir ro'zani kambag'alning ocharchiligini his qilaman deb tutmayman. Garchi unda ahamiyati bo'lsa-mu, agar namoz tanarkat bo'lgan bo'lib qolsa, biz uni tanarkat maydonlardagi tanarkatga almashtirsak bo'ladi asli. Tahorat pokizlik uchun deb bu asosiy hikmat bo'lgan bo'lib qolsa, biz shu namozni ilgirlab yunib olsak bo'ladi. Roza ocharchilikni his qilish uchun bo'lgan bo'lsa, kambag'alning ro'zasi vojib bo'lmaydi. Chunki u kambag'al ro'za tutmasimi, ocharchilikni obdan biladi ma'nosini. Demak, Allohdan kelgan har qanday bir buyruq, har qanday bir taklifotlarni biz qilamiz. Chunki Alloh bizga buyurdi, Alloh yo'l qo'ydi deb qilamiz. Buni yana boshqa bir sabab tufayli qilmaymiz. Allohdan kelgan Qur'ondagi butun narsani Allohning kalomi deb qabul qilamiz. Qanaqdir uni boshqa shaklda qabul qilmaymiz. Mana bu dal Alloh bizdan tutishimizni istagan iymon bu. Allohning bizdagi iymon talabi bu. Ya'ni bu bizning hayot sulukimiz bo'lishni istagan iymon manhaji bu. Allah mu'minning ashta bo'lishini xohlaydi. Dal mushu tarafdan Allah ma oyatda mu'min bilan g'ayri mu'minningki iymonga, Allohning buyrug'iga tutadigan pozitsiyasini bizga deb beryapti. Mana bu biz tuvandagi oyatning ma'nosini bilmoqchi bo'lsak, muhim bo'lgan muqaddima. Bizning bayatning davatgan gaplarimizning hammasi biz hozir o'qimoqchi bo'lgan innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan degan oyatni bilish uchun bir muhim muqaddima. Biz aniq tushunib bo'lgandan bu oyatga kelayli. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bir pash bilan bir misol keltirsa, kuffarlar buni dunyoviy hukm bilan qarshilaydi bu misolni. Yani bular haqiqiy hukmga diqqat qilmaydi bular. Deydi-ki, "Hey, Alloh bir pash bilan qanday misol keltirsin? Bir pashni misol qilib yuribdi ya Alloh. Bu degan oddiy bir maxluqga pokda urib qo'ysang bir narsalarni alqini olib o'lib qoladi. Bu mushunchlik maxluqni tilg'ab yurib, nima ish Alloh? Buna gavdasi cho'ng, kuchli pillarni misol qilmaydi. Yoki insonda kuchli bo'lgan shirni misol qilmaydi. Bizga pash bilan misol keltiribdi ya Alloh." Deydi bular. Ularning qarshiligi bu bir misol, bu bir mavqa, kuffarninki islom ta'limotlariga ustugan bir mavqasi munofiqlarninki. Allah bular deydi-ki, "Maza aradallohu bi hada masala." Bu kichik bir narsani misol keltirib Alloh nima demoqchi? Deydi bular. Ammo bular shu nuqtaga diqqat qilmaydi. Yani mushu pasha hajmi intayin kichik bo'lib, buning yaratilishining o'zi bir mo'jiza. Mushu intayin kichik pashaning yaratilishining o'zi bir mo'jiza. Chunki bu kichik hajmda Alloh subhanahu va taolo shu pashaga hayotida lozim bo'lgan bütün uskunlarni, bütün organlarni shu kichik hajmda o'rinlashtirgan. Masalan, pashaning ko'zlari va yaqinqi bir tadqiqotlarda nurg'un ko'zlari va deb chiqyapti masalan. Buning ichki bir tumushq va lekin inchki bu kichik tumushq bo'lgan bilan insonning tirisini teshib kirib tirining ostidagi qon saqlaydigan o'rinlarni teshib kirib insonning qonini sumralaydi. Shu inchki ojiz bo'lgan shu bir tumushq bilan pashaning pochaqlari va qanotlari va nasl qoldirish a'zolari va
Demek paşının hayata gitarlik bütün nesler paşıda var. Muş küçük cisimde var. Muş küçük hacimde var. Bir narsa qancha kichik shigansiri o shuncha buyuk yaratish inchikligiga ehtiyojli. Qancha kichik narsani yaratdi degan gap Allohning shuncha buyuk qudratini namoyon qildi degan gap. Allohning buyuk qudrati ifodalanadi degan gap bu yerda. Masalan biz insoniy hayotimizda insonlar soatni kashf qilgan vaqtda ko'ryapmiz. Buning hajmi nihoyat buyuk endi bu cho'ng bir o'ng'ib qo'ydigan yo'g'on tunji qatim kashf qilingan soatlar. Medeniyet terakki qilib inson terakki qilgan sari sanoat medeniyet terakkiyotlarida hajm inchiki kichiklashga boshladi masalan. Mushta bulab soat sanoati kichiklashyapti. Hatto eng oxirida bir uzuktunma kichik soat yasash mumkin darajasiga keldi. Bu bir misol. Radio kashf qilinganida buning hajmi tunji radioning hajmi bakcho'ng. Hozir endi bugun eng tan kichik holatga kelib hatta siz onu yancuğunuzga, salalıqdaki halatga keldi. Onun da kichik endi o. Demek her qana sanoat shu qo'l telefonmi shu. Tunji yasalgan vaqtda bakcho'ng endi o telefonlar. Biz ko'rgan vaqtimi yo'g'on bag'ida aloqa taqsidak bag'ida o telefon. Kichik vaqtimizda. Endi bugungi kunga kelib qo'l telefonlar shu darajada kichiklab yancuğumuzga kirib ketdi masalan. Onun da kichik ko'p birga ketib qoldi masalan. Bütün sanoatlar ashta bo'ldi. Taraqqiy qilgan vaqtida hajmi kichiklaydi. Bunun hacminin kiçikleşi üstü bir sanaatga ilmi terakkiyatga ehtiyojli. Qancha ustunlashqansir kichik yasayalaydi. Bu bir misol endi. Yani Allah subhanahu va taolo bizga pash bilan, pashidanmi kichik narsalar bilan misol keltirgan vaqtda, hajm jihatda pashidanmi kichik narsalar bilan misol keltirgan vaqtda bu yerda Allohning maqsadi nima desa, intayin nozik, inchki yaratishga bizning diqqatimizni tortmoqchi. Bir narsa qancha nozikshib hacmi kichikligan siri inchki yaratishga ehtiyojli qiladi bu. Lekin kuffarlar bu yerdagi hukmni bu tarafiga olmay, buni dunyodagi oddiy hukm tarafiga elib oldi. Bu dunyodagi oddiy hukm degan haqiqatning tamsilchisi emas, haqiqatni ifodalamaydi bu. Alloh subhanahu va taolo shu misolni keltirgan vaqtda mu'minlar buni nimda qabul qildi? Mu'minning pozitsiyasi mashta nim bo'lishi desa, mu'min Allohga iymon aytdimi? Bu Allohning kalomini deb qabul qilish kerak. Allah'a iman ettim degan mantiqi bilan qabul qilish kerak buni. Buni tushunmisidu tasdiqlash kerak. Chunki mu'minning insonning idrokati qanchalik uni bir tushunmisi qabul qilmoqdek darajada. Chunki mu'min Alloh subhanahu va taolo tarafdan kelgan butun narsani tasdiqlaydi, mayli uningdagi hikmatni bilsin yoki bilmasin. Sura A'rofning 53-oyatida Alloh subhanahu va taolo mushu ahvolni bir qadar tilg'ilib deydi: "Va laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin huda va rahmatan liqaumin yu'minun." Allah bizga avatgan, bizga keltirgan ishlarning hammasi bizga nisbatan mu'minlarga nisbatan hidoyat va rahmat. Ammo yana bir tarafdagi odamlar nima deydi? "Fa hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'ana rusulu rabbina bil haqq فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل." Ama yeni bir teklemim deydi. Çensekultte deydi ular. Hem nesini çensekultte deydi. Ama resmi çence ecilip kıyamet günüse. Hemen meselenin mahiyeti aydınlaşıp, karakter aydınlaşkan vaxtıda ular, hey bizge peygamberler keptiken, biz şuna kıptikenimiz, hem de bizge bir şefaat kıldığı adam bağmıdı. Biz ya bir dunyoga qaytsak, burunqidek qilmay boshqacha amal qilsak deydi. Maalesef u vaqtida bular butunlay ziyon tortgan bo'ladi. Bu burun to'qigan butun tuhmat, yolg'on yovdoqlarning hammasi bu vaqtda g'oyib bo'ladi. Inson shu. Dunyoda o'zicha ma'madalloq qilib, nima shunday qildi ekanmiz? Onim degan gap ekan u deb ish boshlaydi. Qiyomat kunisi masala oydinlashgan vaqtida endi bizga shafaat qildigan odamlar bormidi? Biz bir dünyaya qaytish fursatimiz bormi deydi. Bu dunyodagi mu'min bilan qarshi tarafdagilarningki Allohdan kelgan buyruq, Allohdan kelgan xabar va Allohdan kelgan har shayga tutilgan pozitsiyasi bu. Mu'min bo'ldingmi? Manda pozitsiyada bo'l, mu'mindek bo'l. Ishon uningga sen. Sen avvalan Allohga ishonmasliging ixtiyor. Allah'a işinip olduğumu qolgan narsaga to'liq ishonishing kerak. Allohning qudratini bildingmi, qolgan narsalarni sen qabul qila olishing kerak. Tushensangda, tushunmasangda. Sen hamma narsani tushungandek kimding sen? O'zingning hajmini bilishing kerak. Ya'ni Qur'onga ishongan har qanday odam,
Qur'onning oyatlaridagi har shaydagi hikmat yoki haqiqiy tushunchani masalan buni orqasidan bor buni talab qilib yemaydi. Shunga kofirlar deydi, "Maza aradallohu bihada masala." Alloh nima demoqchi bu kichik narsalarni misol qilib deydi. Am Allah subhanahu va taolaning buning qaytug'a raddiyasi nima? Yudillu bihi kaseera va yahdi bihi kaseera va ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah bu orqali nurg'adanni azdurdi, nurg'adanni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Buning azdig'allah, ya'ni azdurdig'allah Allah bu orqali faqat fasiqlar deydi. Yani fasık kim o anda olsa, fasık degan ma'nosi nima o desa, fasık Allah'ın ahdisini buzdigan odamlar. Yani imonga kirib bo'lib, asli dedik ya, mu'min iman etgan kunidan tortib bir Alloh bilan to'xtamlashgan bo'ladi. To'xtam bo'yicha menish kerak asli. To'xtamda deyilgan gap so'zning hammaga amal qilish kerak. Shu yo'lda menish kerak. Lekin o to'xtamga kirib qo'yib, men musulmon deb qo'yib, o'zining bilginini qiladi, yani ahdisini buzdi. A to'xtamni buzdi ular. Yani fasıklıktaki tuncu şey nima o desa, fasıklığın va'dasini buzishi. Deyishgan gapni buzishi. Odatda fasaqatur rutba deb qo'ydi. Xoma o'zining postini ajratib chiqsa, yani posti xormini yiroqlatsa, odatda postni bilasizlar, orqada mening bir post bor. Bu xormadan ajraydi masalan. Odatda xorma yoki xormaning g'urisi qizil bunda, qizilligini to'ng vaqtida uning posti xomaga ching chaplash ajratlanmaydi uningdan. Xoma shunda höl holat kelib pishib meyvaqligan vaqtida posti qardab xomadan sal ajraydi. Ya'ni asalli tatib evet keldi. Buni fasiq delmish shu. Asli mu'minning prinsipi post xormaga to'ng vaqtida ching chaplashgandek manhajga ching chaplashidi. Fasiq degan kim bo'lsa, o'zi to'xtamlashgan shu to'xtamdan yiroqlashidi. Asallam chiqib ketdi. Ya'ni fasiq Allohning manhajidan yiroqlashgan fasiq bu manhajdan qolay chiqib ketadi. Asallam chiqib ketadi. Chunki chaplashmoqlik o fasiq. Allohning manhajidan shunda yiroqlashdingmi, o manhajning buyruq cheklimalarini amal qilmaysa, ona bag'lanmaysa. Masalan, namozni o'qiyamaysa, Alloh to'sgan narsani qilsa, masalan, chunki sen dindan yiroqlashib qolib. Fasiq o'zi dinga kirib, dindan yiroqlashgan odam fasiq bo'ladi. To'xtamdan yiroqlashgan odam fasiq bo'ladi. Endi bu fasıqlıqni kim paydo qilgan? Nima bilan paydo bo'ldi bu fasıqlik desa, fasıqlikni paydo qilgan omil insonning erkin yaratilganligi. Inson boshqa hayvonlarning dal aksi bo'yicha biz nechta dedik bu gapni. Dunyoda bir erkinlik berilgan insonga. Qilish, qilmaslik o'zining iqtidorida bor inson, uni qila oladi, qilmay oladi. Mana mush erkinlik bilan, mush erkinlik tanlash iqtidori bilan inson dunyo tartibini, hayot tartibini shunday buzadi. Masalan, dunyo qarab boqinglar. Hayatga qarab bakınlar, insonga tashlab berilgan ishlarning hammasi buzilib turadi. Ammo insonning ixtiyorligi yo'q, har qanday shayga qarab bakınlar atrofingizga. Insonning kuchi yetmaydigan har qanday narsaga qarab bakınlar, o'zining xizmatini shu narsalarning ayt. Eng ado qilganligini ko'raylik. Masalan, qo'yish desak, insonning faqat kuchi yetmaydi. Oilasi kuchi yetmaydi, yulduz zamin kuchi yetmaydi. Mavlaning bir qatim kin chiqib qolgani, burun chiqib qolgani, o'zining xizmatining normal bo'lmagan ahvolini ko'rdinglarmi? Yo'q. Del insonga ixtiyor qo'yitilgan taraf buzildi, qolgan taraf normal bo'ladi. Xuddi bu narsalarning hammasi ayt inchik bir sistemga, buzilmaydigan sistemga ergishayotgan, hammasi ergishdi. Nimishqa shu asosda bekitilgan, ya'ni maqhura, shu asosda belgilatilgan ola. Agar inson muxtar yaratilmagan bo'lsa, ya'ni erkinlik birilib, boshqa hayvonlarga o'xshash yoki malaikalarga o'xshash sistem bilan yaratilgan bo'lsa, bir xil sistem bilan yaratilgan bo'lsa, insonning anda fasiq bo'lib yo'ldan chiqishi mumkin emas. Allohning manhajidan yiroqlashib, siminda askarlik qilishi mumkin emas. Lekin insonga bir tanlash berilgan bo'lg'achqa, mushu tanlash dal fasiqlikning asosi. Unda qanday qilish kerak? Insonga eng to'g'rini Qur'onda hozirgi oyatda ko'rsatilgan mu'minning mavqasi. Ya'ni Allohga ishondimmi? Allohdan kelgan narsaning hammaga sallanadi. Tushunsidu. O'zining xohishiga qo'yayotganning atsi yo'ldan yiroqlashib, fosiqlashadi. Har qalaymoqonchilik, har buzuqlik, har chiraklik shu yerdan chiqadi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Inshaalloh darsning oxirini kelar soat davomlashtiramiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.